Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va sanoat va savdo vazirligining korrupsiyaga qarshi kurash va manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti o'qib eshittiriladi. Asosan O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-iyundagi 931-sonli manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuniga asosan Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining 72-sonli buyrug'i qabul qilindi. Ushbu buyruq bilan Investitsiyalar va sanoat va savdo vazirligi xodimlarining odob axloq qoidalari, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish, korrupsiyaga qarshi kurashga oid ichki ijroiy hujjatlarni takomillashtirish to'g'risida vazirning buyrug'i qabul qilindi va ijroga qaratildi. Asosan quyidagi nizomlar yangi tahrirda ishlab chiqilib va amaliyotga tatbiq etildi. Odob axloq qoidalari, odob axloq komissiyasi to'g'risidagi nizom, odob axloq komissiyasining yangi tarkibi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi tizimida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan xodimlarning xavfsizligi kafolatlari va rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom. Vazirlik hamda hududiy bo'linmalar, tizim tashkilotlar bo'linmalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarish to'g'risidagi nizomlari qabul qilindi. Asosan manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha vazirlikning 2024-yil 4-apreldagi 39-sonli buyrug'i bilan manfaatlar to'qnashuvi deklaratsiyasini to'ldirish va tartibga solingan holatlar soni, shu jumladan ishga qabul qilish, har yillik deklaratsiyalash tarkibi belgilandi va compliance bo'limi tomonidan monitoring ishlari olib borilmoqda. Joriy yilda vazirlikning markaziy apparatida 385 ta xodim, hududiy tuzilmalarda 599 ta xodim tomonidan manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha deklaratsiya to'ldirildi. Shundan vazirlik markaziy apparatida ishlaydigan 5 ta xodim, hududiy tuzilmalarda ishlaydigan 67 ta xodimlar tomonidan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi va 3 ta viloyatda 12 ta xodim budjet tashkilotlarida ishlovchilarning 4 va undan ortiq daromad manbaiga egaligi aniqlandi. Odob axloq komissiyasi yig'ilishida ushbu masalalar ko'rib chiqildi va bartaraf qilish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Shu bilan birga aniqlangan xodimlarning tadbirkorlik faoliyati realizatsiya qilinib, ya'ni bartaraf qilib ta'sischilikdan chiqarildi. Vazirlikning 2024-yil 4-apreldagi 39-sonli buyrug'i bilan ishga qabul qilingan nomzodlarni va kontragentlarni tekshirish tizimi joriy etildi. Vazirlikdagi 25-yil 3-chorakdagi 194 ta kontragentlar tekshirilib, ijobiy xulosalar berildi. Joriy yilning 2-choragida xodimlar o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan tadbirlar bo'lib o'tdi va vazirlik tizimiga yangi ishga qabul qilingan xodimlar qatnashdi. Tadbirda xodimlarga korrupsiyani oldini olish, bartaraf etish, manfaatlar to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyyatlari tushuntirildi va ularga yetkazildi. Bundan tashqari, yangi ishga qabul qilingan xodimlar o'rtasida joriy yilning avgust oyi, sentyabr oylarida apparatda faoliyat yuritayotgan yangi ishga qabul qilingan xodimlar yosh mutaxassislar ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurash va manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha seminar ham tashkil etildi. Hozirgi kunda korrupsiyani oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurash maqsadida vazirlik xodimlarining 91 tasi virtual akademiyada o'qitish ishlari olib borilmoqda va sertifikatlar olinmoqda. Shuningdek, 2025-yil 30-yanvardagi Prezident farmoni bilan davlat dasturida belgilangan rahbar kadrlarni baholash markazidan korrupsiyaga qarshi baholashdan o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga xavf-xatarlarni boshqarish qo'mita a'zolari va compliance bo'limlari xodimlari moliya qoshida tashkil etilgan malaka oshirish markazlarida o'qitilib, ularga sertifikatlar olinmoqda. Vazirlik tomonidan xodimlarning huquq va bilimlarini oshirish bo'yicha bu kabi ishlar hali ham davom etmoqda.